Salom do'stlar, bugun doktor Usmonov klinikasi bilan yaqinroq tanishamiz. Qani ketdik. Do'stlar, klinikaga kirganinglarda birinchi bo'lib sizlarni hamyonbop dorixona kutib oladi. Bu joy kutish zali hisoblanadi va shu o'rinda ro'yxatga olish ishlari ham shu yerda bajariladi. Endi xonalar bilan tanishamiz. Qani ketdik. Do'stlar, ko'rib turgan xonalar 2 kishiga moslashgan, barcha sharoitlarga ega komfort xona hisoblanadi. Doktor Usmonov klinikasida xonalar zamonaviy jihozlar bilan jihozlangan. Bu albatta bemorlarga komfortlik yaratish maqsadida. Har bir xonalarda mana shunday ko'rib turganingizdek jihozlar joylashtirilgan. Do'stlar, albatta bu sharoitlarni ko'rib odamni kasal bo'lgisi kelib ketadi. Albatta hazil hech qachon kasal bo'lmang deb qolamiz. Doktor Usmonov, sog'lig'ingizga biz qayg'uramiz.